Bo'pti, men ishga ketdim, yaxshi o'tir. Har kuni ishga ketaverasiz, jinnini yoqib. Qachon meni odamga o'xshab bunday aylantirgan olib chiqasiz? Voy, bu uyda ertalabdan kechgacha ish qilaverib charchab ketdim. Kech bo'lmasa, bir oyda bir marta aylantirganni olib chiqing. Bo'pti, ishdan kelib oling, aylangan chiqamiz. Rostdanmi? Aldamaysizmi? To'ttishni. Yes. Bo'pti, yaxshi borib keling. Tep. Voy, tepmaysanmi? Mabodo nimadir esingizdan chiqib qolmadimi? Yo'q. Nima esimdan chiqishi kerak? Yaxshilab eslab ko'ring. Eslamadim. Eslab ko'ring. Xo'p. Voy. Esladim. Bugun oyim Aziz onasini tug'ilgan kun edi-yu. Esdan chiqibdi-boru. Siz meni ati asabimga o'ynayapsizmi, Hoshimjon aka? Bugun meni aylantirgan olib boraman dedingiz. Esimda. Prosta pulim yo'qdek qo'mosh. Menda bor. Qancha bor? 1.500.000 so'm. Xolasangiz qarz berib turaman. Voy, bor olib chiq pulni. Mana yonimda. Oyligimni ham bermayapti-da, qo'mosh ko'ryapsan-a. O'zimga qolsa seni har kuni olib chiqib aylantirgim keladi. Aytgan narsalaringni olib bergim keladi. Bu oylikdan bu oylikka pulni yetkiza olmayapman. Dem bo'lar ro'zg'orda produkti qolmagan deyapsizlar. Ro'zg'or qilish kerak, kartoshka, piyoz, go'sht. O'zi bu pulga bilasanmi, qancha produkt qilsa bo'ladi. Lekin hozir ko'chaga chiqib ishlatsak, mana shu 1.500.000 pul bittada ketib qoladi. Mayli, seni aylantirib kelaman. Oylik olganimda pulingni joyiga qo'yib qo'yaman, xuddi. Mayli, yur. Hoshimjon aka. Yo'q, aylangani bormaymiz. Shu pulga ro'zg'or qila qoling. Men roziman. Unda ujin tayyorlamaysanmi? Ha? Hozir tayyorlayman. Say, Xudoyim olib qo'ydi-yu. Qarachi, 500.000 ga aziga qarzimni beraman. 500.000 ga mashinamni o'yini alishtirsam, 500.000 ga produkt qilaman bo'ladi. Men omadli bo'laman deb urib.